Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Tak. Bolalar, eslaringizda bo'lsa agar oxirgi videoga aytgandim, обязательно kommentariy yozinglar deb, chunki keyingi video rolikimizda kommentariy g'olibini через randomizer orqali aniqlaymiz deb. Tak, bo'lmasa mana oxirgi videomizga kiramiz, ssilkani kopirovat qilib olamiz va asta-sekin YouTube mana shu endi kommentariy g'olibni aniqlaydigan botga o'tamiz. Tak, bo'lmasa hammaga omad tilab qolaman bolalar. Va iloji boricha kommentariy bir dona yozinglar, chunki bu bot yozgan ko'p kommentariyalarni aniqlamaydi, faqat bittasini endi o'ziga mana shu qilib mos qilib oladi. Tak, hammaga omad tilayman. Qani kim yutdi? Zel topmi 226. Brat, tabriklaymiz. Albatta pul mukofotingizni Telegram tagi kanaldagi admindan olsangiz bo'ladi. Tak. Bo'lmasa bitta yana YouTube kanal o'tamiz va bolalar, обязательно obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, like bosish esingizdan chiqmasin, chunki sizlarni oldinda hali juda ham zo'r kontentlar kutyapti. Va bo'lmasa o'zimizni isqirt o'yinlarga asta-sekin o'tsak ham bo'ladi. Bolalar, balans nima deyapti? Balans. Kecha tagi kanalimizga 47 koeffitsiyentli kupon o'tdi bolalar. 47 koeffitsiyentli va undan tashqari yana 5 koeffitsiyentli bolalar kuponimiz o'tdi. Tak что обязательно bolalar tagi kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kecha короче so'xtinglar. Tak, og'izi ochilgan. Voy, mana shunaqa Xlardan berib yuborsan, voy, yomon summa bo'lib ketadi-yu. Tak, balans pozolt qiladi. Tak shu 125 mingdan bosamanmiz. Va sizlarga kechadagi anaqalarni hammasini tagi kanaldagi polni yutganimizni hammasini aytib beraman. Короче bolalar, kecha tagi kanalga 47 koeffitsiyentli kupon tashlab olman. Risk deb tashlab olman. O'tdi. Ikkinchisidan onanski. Ikkinchisidan yana 6 koeffitsiyentli voy mana. Qani kattaroq simbol kerak, mana shu joyda kattaroq simbol kerak, brat. Vay, biling, kerak emas. Demak, shunaqa kichkina summalar kerak emas deb bizga. Bir kattaroq summalardan beri bor, brat. Qani, kecha короче bolalar aytganimdek 47 koeffitsiyentli va undan tashqari 6 koeffitsiyentli, endi 6 koeffitsiyentli одиночный stavkacha edi. Tashlagandim, unisi ham o'tdi. Aston Villa bilan Everton pobedasiga nimagadir kam, juda ham katta koeffitsiyent bergandim. Men dedim 100% mana shu joyda Everton yutadi. 100%, chunki men Evertonning o'yinini bilaman-da. 100% yutadi degandim, mana yutdi va yana undan tashqari 47 koeffitsiyentlidan bir endi risk deb tashlab yuborgandim. Chunki voy berishini qaranglar, men buni berishini qaranglar. 47 koeffitsiyentlidan bittasidan qo'rqganim mana shu Barselona bilan Real Sociedad edi. Birinchi time 1,5 ming jo'lt kartochka o'rgandim, chunki endi ozgina mana shundan qo'rqgandim-da, o'tsa bo'ladimi bolalar, voy shunaqa mazza qilib yordimi. Tak что bugun ham normalniy kupon sizlarni kutadi. Tak что обязательно eslardan chiqmasin obuna bo'lish. Va bolalar, основной kerakli gaplarni sizlarga gapiraman. Ertadan уже botni reklama qilishni boshlayman. U botni bilasizlar, ichida juda ham ko'p narsa bo'ladi. Har bitta videoda aytganman va yana bir marta aytaman. Birinchidan sizlarga depni botni o'zi qilib beradi va haftalik 10 koeffitsiyentdan 1 million rostami mana shu joydami? Haftalik 10% dan 30% gacha cashback olsangizlar bo'ladi va hamkorlik dasturi. Ya'ni sizlar bemalol mana shu qani kattaroq ana endi biror narsa simbol kerak. Brat, mana shu joyda kattaroq simbol kerak. Voy, yaxshi. Juda ham zo'r. Tak, astagina chiqsak bo'ladi bu o'yindan. Astagina kristal o'yiniga kiramiz. Qani ketdi 125 mingdan bosamiz. Bolalar, men hozir sizlarga ko'rsatishim mumkin kechadagi kuponni, lekin uzr ko'rsatmayman, chunki ban kelishi mumkin. Ya'ni возрастный ограничение kelishi mumkin va yana ban ham kelishi mumkin. Tak что bunaqa narsalarni ko'rsatish juda ham xato. Lekin bemalol kirib tegi kanalda ko'rsangizlar bo'ladi. Chunki kecha shunaqa настроение bilan yotdim, bolalar, shunaqa настроение bilan yotdim-u. Вообще mazza qilib hali men shu summani ham chiqarganim yo'q. Bir gamesda mazza qilib ko'taraydi. Endi bilasizlar, katta summa bilan ko'tarish ozgina osonroq. Xo'p, 05, 09 yana biror narsa ishlamadi. 05, 17 yaxshi. Так что bolalar, обязательно YouTube kanalida obuna bo'lish esingizdan chiqmasa. Voy, 5 koeffitsiyent. Yaxshi, 700 ming so'm. Zo'r atak. Yana 05. O'sha astagina kichkina.
Bugun ham bir normalniy 30 koeffitsentlimi, bir 20 nechi koeffitsentli bir kupon taxlaymiz. Billing, lekin bitta narsadan endi pushaymon yeyapman, to'g'risini aytsam, bir 500 ming so'm tikkanimda. Bir tekmaysanmi, email, bir 2 million, 3 million tikmaysanmi? Вообще maza qilib yuborardim u. Hozir 2 million tiksam agar necha pul kelardi? 23 ni to'g'ri to'xtanglar. Bitta men ikkinchi telefonimga hisoblay. 5 ishlab, voy 700 ming so'm. Tak 2 millionni ko'paytiramiz 47 ga. 94 million kelardi-yu bolalar, 94 million ha. Bir tikmaysanmi kattaroq summalardan? Endi kim ham bilardi bolalar. Bu 100 boy yana 5 koeffitsentmi? 4-chi martami, 3-chi marta 5 koeffitsient ishlab beryapti bolalar. Вообще-yu bugun qachon men shuni 40 million qilsam normalniy edi deb bolalar. 9 million yo'q joydan foyda qilaman deb 9 million ha. Qani? Kokishlarmikan? Yo'q, kokishlamaydi, по-любому. Atak yaxshi, voy, 1.803, 2.1 koeffitsient ishlab oldi. Tak что bolalar, mana shu eski gap. Obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Bizlardan chiroyli kontent, sizlardan prosta tomosha qilib o'tirish bolalar. O'ynamanglar, bolalar 4x ustidan ishlayapti. Yaxshi. Вообще, bolalar iloji boricha o'ynamanglar, chunki bilasizlar, bu o'yinlar sizlarni yaxshilikka olib kelmaydi. Endi nasrangda bo'lsa agar, normalniy o'yinlar bo'lsa agar, mayli bir stavka qilib o'tiringlar. Kichkina sum, bir 100 ming so'm, 200 ming so'mmi mazza qilib tomosha qilish uchun bolalar. U ham mana shu o'yinlarni mazza qilib tomosha qilish uchun. Xo'p. Yaxshi. 0.9 koeffitsient. Tak, ostagina mana shu 250 dan bosamiz bo'lmasa. Qani? Mana shu joydan endi bir 5 koeffitsient, 4 koeffitsentlarni tashlab yuborchi, summani oshardim. Qani? Yo'qmani endi. Shuncha ishlab berding, ana endi yo'qmi? Summani voy mana, lekin kam, lekin juda ham kam. Voy, yana biron narsa ketdi bu, vallahi ketdi bu. Yashil ustidan tushirma. Voy, yaxshi. Zo'r. 3 million 700 yo'q joydan kelib oldi. Juda ham yaxshi vallahi. Tak, yana bir 25 dan oxirgisi 1 mayli necho yashil ishlaydi. Ustidan yana kok ishladi. 275 ming. Mayli. Yana astagina asta aylantirib o'tiramiz. Asta-sekin aylantirib o'tiramiz bolalar. Ta, yana yo, bermaydi. Undan ko'ra tushiraylik. Voy, berar ekan-de bolalar, berar ekan-de. Bekor mana shu kattaroqdan urmabman deb biling. Xato, yana mana xato. Endi mayli. 125, 2 koeffitsient ishlab oldi. Yo'q. Bu yerda bor. Kristal tepadan, yo'q. Oshiramiz, 125, 250, 500 dan uchtaveramiz. Nech pul? Yashil ishladi. Yashil zo'r ishlab oldi. Yana 1 million kerak-de. Yaxshi, yana oxirgisi 300 ming so'm. Tak bo'lmasa bitta mamday qilamiz bolalar. Qani 21 ochko kiramiz. Yo, to'xtanglar, mana shu o'yin chota ozgina riskovniy o'yin-da. Vampir kurizga kiramiz bolalar. Vampir kuriz yana beraman desa agar beradi. 25 mingdan astagina azoblab o'tiramiz. Tak. Обязательно konkurs g'olibi brat. Tega kanaldagi adminga yozing, sizga pul mukofotingizni tashlab beraylik. Qani. Azoblama bizani. Normalnidan berib yubor. Bitta berib yubor. Hozir yana bir 7 ta 8 ta aylantirib, asta-sekin summani oshiramiz.
67 ming so'm. Tak. Aningda o'shiramiz. Ro'zi 75 ming. Ketdi. 1 2 Hozircha yo'q yutuq. Hozircha yutuq yo'q. Ellik ming. Voy, izdivotsa qilyapti-yu bu. Yo'qmi bitta? Neujeli bitta bermaysan a? Bermaysan bir dona. Bir dona bermaysan, brat. Voy, yedirib tashlayapti-yu bu. 70 ming so'm. Izdivotsa vallahi. Voy. Bekor kirdim men shu o'yinga, bekor kirdim. 325 dan. 585. Voy! Voy! Nechi pul? Voy! Kerak emas deyman shu narsa. Вообще simvol tashlab bermadi-yu. Atak bolalar normalniy bo'ldi. Menga stop. Bugunga yetadi. Kecha normalniy foyda 20 nechi milliondir. Hozir aytaman 29 million. Общий kecha foyda, bugun yana 10 million so'm. Menga yetadi. Bo'ldi. Asta sekin chiqamiz. Tak. Bo'ldi. Bitta YouTube kanal o'tayman bo'lmasa. Bolalar обязательно obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Men shu videoda sizlarning like'laringizni kutib olaman va Tegi kanalda обязательно obuna bo'linglar, chunki bugun ham sizlarni zo'r kupon kutyapti. Tak, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda обязательно ko'rishguncha. Sog' bo'lasizlar bolalar.